Etti to'g'risi men ham bugun charchadim. Inshaalloh bu yerda endi qo'l ko'tarayotgan birodarlarimiz ko'p. To'g'risi suhbatimizni yakunlasak menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Ertaga yana Alloh nasib qilsa imkon qilsa yana bir suhbat qilamiz. İnşallah. Duo qiling unda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya Rabbi lekal hamdu kulluh ve lekal şükru kulluh ve ileyke yerci'ul emru kulluh. Fe ehlun ente en tuhmed ve ehlun ente en tu'bed ve ente ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi salli ve sellim ve barik ala habibike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena arinal haqqa haqqan verzukna ittiba'ah. Allahümme arinal batila batilan verzukna ijtinabah. Allahümme ya Rabbena gfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Parvardigori olam bugungi qilingan mana bu xayrli ishlarni o'zing dargohingda qabul qilgin va bu ummati Muhammadiyaga sallallohu alayhi vasallam manfaatli qilgin ya Robbim. O'zing Parvardigori olam seni diningga xolis xizmat qilishni nasib etgin ya Robbim. Parvardigoro har bir narsani ko'rguvchi o'zingsan, bilguvchi o'zingsan. Qalblarimiz seni barmoqlaringning ostida ya Robbim. Qalblarimizni seni toatingda Qochyapti mana, qochyapti. Ertalab qo'yamiz. Hozir kirgandan keyin Mahmud meni ko'rdi-da, duo qilinglar deyapti. Shubhasi bo'layotgan birodarlarimizga o'zing yordam bergin. Shuning uchun biz darrov bitta Mu'tasim degan duo qilish boshlavordi. Bo'lganlarga bo'lsa insof tavfiq bergin. Bularning qochishligini boshida ham aytgan edik, ya'ni qochadi bular. Bularda bir insof, shariatni hurmat qilish, aytgan gapiga islom shariati bo'yicha javob berish, bunaqa narsa yo'q bularda. Qochishga tug'ilgan bular. Tug'ilgani qochgan, hali ham qochib yuribdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh suhbatlarimizni davom etkazamiz. Davom etkazasizlar. Kech qolib kirganlarga endi vaqt tugab qoldi. Qochib ketdik degan Mahmud. Gapni aylantirmagin. Keyin safar nasib. Qochib ketyapsan-a, qochyapsan-a? Vaqt beramiz. Bugun kech bo'ldi. Kech bo'lmadi, tong bo'ldi, bomdod bo'ldi, bomdod. Allohga omonatsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qoch.